Assalomu alaykum hammaga. Ismim Mirzo Mahmud. Janubiy Koreyaga talabalarni student vizalarini olishlarida 8 yildan beri samarali yordam berib kelaman. Bu sohada ekspertman desam bo'ladi. Bugungi videomiz inshaalloh barcha uchun, ayniqsa kuzgi semestrga student vizalariga topshirmoqchi bo'lib yurgan talabalar uchun manfaatli bo'ladigan umiddamiz. Sababi bu videoda siz qanchalik viza talablariga javob berasiz yoki yo'q, batafsil bilib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Mana hozir bahorgi semestrdamiz. Bahorgi semestrda kimning xabari bor, kimning xabari yo'q. Juda ham ko'pchilik talabalar 8-band bilan yoki o'tgan semestrda boshida 7-band bilan ommaviy ravishda atkaza olish holatlari bo'ldi. Bu semestr men misol uchun 8-band bilan atkaza olish trend bo'lyapti. Ya'ni ota-ona nomidagi finansiy hujjatlar yoki bo'lmasam KDB bankshot muammosi, ota-ona nomidagi uy-joy, kadastr pasportlarini QR kodlari chiqmasligi va hokazo umuman moliyaviy sabablarga ko'ra juda ham ko'pchilik talabalar ommaviy ravishda atkaza olyapti. Bularni hammasini qo'llarida topiklari bor, IELTS sertifikatlari bor, lekin o'zingizlar ko'rib turganinglardek, bu sertifikatlar, ya'ni universitetga qabul qilinganingiz, admission chiqqani, sizda qo'lingizda sertifikat bor yoki yo'qligi boshqa masala-yu, viza talablariga javob berish ikkinchi masala. Juda ham ko'pchilik mana shu joyda adashadi. Ya'ni qo'limda sertifikatim bor, IELTS'im bor yoki TOEFL sertifikatim bor, universitetga qabul qilindim, bo'ldi, viza narxi deb o'ylashadi, lekin universitetga qabul qilindingiz degani, sertifikatingiz bor degani, kontraktini ham to'ladingiz degani, bu viza chiqadi degani emas. Viza beruvchi organ, ya'ni elchixona yoki Janubiy Koreyadagi Koreya migratsiyasi umuman boshqa talablarga ko'ra ishlashadi va ularga siz kontrakt to'ladingizmi, sertifikatingiz bormi yo'qmi, umuman farqi yo'q. Ularning o'ziga yarasha shablonlari, o'ziga yarasha qoliplari bor va siz aynan o'sha qolip va shablonlarga javob bersangizgina viza olasiz. Agar javob bera olmasangiz, kerak bo'lsa $10,000 kontrakt to'lab qo'ygan bo'lsangiz ham foydasi yo'q. Atkazib beraman desa beraveradi. Biz bugungi videoda aynan mana shu masalani kengroq yoritib berish niyatidamiz. Ya'ni elchixonaga viza olish uchun talaba o'zi qaysi darajada tayyor bo'lishi kerak yoki qanaqa talablarga javob berish kerak. Bugungi kunda, ayniqsa hozirgi kunga kelib O'zbekistondagi Koreya elchixonasini viza olish talablari, ya'ni viza berish talablari borgan sari murakkablashib, borgan sari qiyinlashib ketyaptiki, juda ham ko'pchilik aholimizni umuman turmush tarzi bu viza talablariga mos emas. Ya'ni misol uchun elchixona talab qilingan, ya'ni elchixonaga viza olish majburiy me'yoriy hujjatlardan hisoblangan o'sha ota-onaning yillik daromadi. Juda ham ko'pchilik O'zbekistonda rasmiy daromad topishmaydi. Yoki xususiy sektorlarda ishlashi mumkin, yoki boshqa o'zini biznesi bilan shug'ullanishi mumkin, yoki biznes bilan shug'ullangan taqdirda ham qanaqadir solig'ini to'lab, ofitsialniy faoliyat ko'rsatmaganligi uchun buni hujjat sifatida keltirib bera olmaydi. Elchixonadagi viza talablari doim bunaqa murakkab bo'lmagan. Ya'ni oldinlari, ayniqsa misol uchun mana biz 2018-yilda, 2017-yilda faoliyat ko'rsatgan paytlarimizda bu viza talablari unaqa murakkab emas edi. Ya'ni oddiy misol uchun ota-ona yillik daromadini o'rniga eng oson hujjat ota-ona yillik daromad hisoblangan. Ya'ni ota-ona yillik daromadini agar rostdan ham ota-onasi qaysidir joyda ofitsialniy ishlagan taqdirda ham biz shuni hujjat sifatida ko'rsatishga eringanimizda oddiy o'zimiz bitta shablon qog'oziga ota-onasi qancha daromad topishligi haqidagi spravka bilan oddiy pechat imzo bilan topshirardik, shu bilan viza chiqib kelaveradi. Yoki bo'lmasa mana KDB bankshot, hozir 1 oylik, 3 oylik qo'yilayotgan KDB bankshot o'sha 2018-2017-yillarda faqatgina 1 kunlik bo'lgan va u ham bo'lsa istalgan bankdan bo'lgan. Misol oddiy Hamkorbank yoki IPA yo'li yoki istalgan hududingizdagi bankingizdan 1 kunlik spravka, o'sha 10 ming, 20 ming atrofidagi spravkani ko'rsatib viza olib chiqish imkoniyatiga ega edingiz. Endi hozirgi kunga kelib borgan sari o'sha viza talablari murakkablashib, evolyutsiya bo'lib boryaptiki, hozirgi kunga kelib, ya'ni eng pikiga chiqdi deb ayta olamiz. Sababi, mana misol uchun ota-onaning rasmiy daromadi, o'zi nima uchun ota-ona yillik daromadi so'raladi degan savolga javob beradigan bo'lsak, talaba Janubiy Koreyada o'qishini bitirishi uchun o'qishi davomida kim uni moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlaydi degan savolga ota-onani sponsor qilib ko'rsatiladi va sponsori daromad manbaini qanaqadir hujjatlar bilan, ya'ni me'yoriy belgilab qo'yilgan hujjatlar bilan ko'rsatib isbotlab berish kerak xolos. Aslida shu. Lekin borgan sari bu viza talablari shunchalik murakkablashib boryaptiki, ayniqsa hujjatlarni keltirib berishda shunaqangi muammolar kelib chiqyaptiki, mana oddiy hozirgi holatda Koreya elchixonasi agar siz ota-onangiz rasmiy daromad topadigan bo'lsa, buni ofitsialniy O'zbekistonda hozir my.gov.uz degan sayt bor. O'sha my.gov.uz saytidangina qabul qiladi xolos. Biz sizga hozir aytib o'tgan boshqa spravkalar, pechatli spravkalar qabul qilinmaydi. Bu qanaqa qiyinchiliklarni keltirib chiqaryapti? Ya'ni bu degani ota-ona boshqa bir xususiy sektorda ishlasa yoki qanaqadir daromadidan soliq to'lamasdan ishlaydigan bo'lsa,
u ofitsialniy daromad manbaini hujjat sifatida, ya'ni my.go.uz saytidan keltirib bera olmaydi. Keltirib bera olmagandan keyin qancha daromad olishining ahamiyati yo'q. Hujjat keltirib bera olmagandan keyin bu me'yoriy talab hujjat elchixonaga topshirilmaydi degani bilan bir xil. Lekin mana yaqinda o'sha ota-onalik daromadini o'rniga boshqa alternativa hujjatlar topshirildi. Buni ham sababini aytib o'taman. Misol uchun mana ota-onasi rasmiy daromadi bor talabalar shundoq qilib my.go.uz saytidan rasmiy daromadini yuklab olib topshirishgan, viza olishgan, lekin ota-onasi davlat sektorida yoki qanaqadir rasmiy sektorda ishlamagan talabalar majbur bo'lganki, xususiy firmalarda, ya'ni MCHlardan ota-onasiga soxta yillik ish haqqi, soxta yillik daromad, soxta ish joyi yasab elchixonaga topshirishgan. Natijada yaqin o'sha o'tmishda shunaqa voqea bo'ldiki, davlat sektorida ishlaydigan barcha talabalarga viza berib, ya'ni ota-onasi davlat sektoridan ishlaydi deb hujjat topshirgan barcha talabalarga viza berildi va xususiy sektor, ya'ni MCHlardan tayyorlatib olib kelingan, uning ichida rostdan ham ishlaydigani bor yoki falshifga tayyorlangani bor, barchasiga qo'yiq suyuq qilib atkaz berishdi. Keyin shunaqa bayonot bilan chiqdiki, ya'ni agar ota-onangiz rasmiy daromad olib ishlamasa, siz, ya'ni xususiy MCH firmalardan ota-onangizni rasmiy daromadini soxtalashtirib olib kelmang. Uning o'rniga boshqa alternativa hujjatlar bor. Ota-onangiz rasmiy daromad topmasligi mumkin, lekin ota-onangizni nomida qanaqadir qimmatbaho mulklar bo'lishi mumkin. Ya'ni bular odatda asosan ikkita: turar yoki noturar bino, ya'ni uy, ikkinchisi mashina. O'zbekistonda asosan shu ikkita hujjat moliyaviy mulk hisoblanadi va mana shu hujjatlarni topshirishni ham o'ziga yarasha tartiblari bor. Va bu tartiblar boshida agar sizni nomingizda ota-onangiz nomida uy bo'ladigan bo'lsa, o'sha eski qanaqadir qaror bilan berilgan, o'sha hammamiz uyimizda bo'lsa kerak, 3-4 varaqli, oxirida pechat, hokimni yoki boshqa bir oldi-sotdi shartnomasini pechati bilan topshirilgan hujjatlarni kserokopiya qilib, uni tarjima qilib elchixonaga topshirsa qabul qilardi va shu bilan viza chiqib keladi. Keyinchalik bu narsa bo'yicha ham o'zgartirish kiritildi. Ya'ni O'zbekistonda barcha me'yoriy huquqni belgilovchi barcha hujjatlar, ya'ni elektron my.go.uz yoki Davreyestr kabi onlayn platformalarga ko'chirilishi oqibatida bu hujjatlarni ham O'zbekistondagi Koreya elchixonasi aynan o'sha platformalardan yuklab olib kelishlikni talab qilishni boshladi. Ya'ni misol uchun oldin topshirilgan o'sha uy hujjatlaringiz, ya'ni ota-onangiz nomida bo'lgan o'sha kadastr hujjatlari yoki eski tartibdagi pechatli hujjatlar qabul qilinmay qo'ydi. O'rniga Davreyestr yoki my.go.uz saytidan yuklab olingan ofitsial, ya'ni pastida QR kodi bilan bo'lgan spravkalargina qabul qilinishni boshladi. Lekin keyinchalik mana shu uy bilan bog'liq bo'lgan hujjatlar ham o'sha QR kodli bo'lgan, ya'ni elchixona talabiga mos ravishda Davreyestr yoki my.go.uz saytidan yuklab olingan onlayn o'sha hujjatlarga ham undan keyin O'zbekistondagi Koreya elchixonasi tomonidan yana qo'shimcha talablar kiritilishi boshladi. Bir tomondan tushunsa bo'ladi, ya'ni O'zbekistondagi Koreya elchixonasi bayonot bilan chiqdiki, endi, ya'ni o'tgan kuzgi semestrdagi gap bu, Davreyestr yoki my.go.uz saytidan yuklab olingan huquqni belgilovchi o'sha ota-onasining nomidagi uy yoki mashina hujjatlari faqatgina 3 oy oldin rasmiylashtirilgan bo'lsagina qabul qilinadi. Ya'ni bo'lma degani, bu siz vizaga topshirishdan oldin, 1 kun, 2 kun oldin vizaga hujjat topshirishingizdan oldingina ota-onangiz nomiga qanaqadir uy yoki mashinani oldi-sotdi yoki boshqa bir oformit qilishlik orqali endi bu hujjatni topshirish imkoniyati endi sizda yo'q bo'lib qoldi. Natijada o'tgan yil kuzgi semestrda ham mana shu qarordan keyin juda ham ko'pchilik talabalar boshi berk ko'chaga kirib qolishdi. Ya'ni juda ham ko'pchilik talabalar o'sha universitetlarga qabul bo'lgan, kontraktlarini to'lashgan, KDB bank shotlarini ham vaqt kelsa qo'yib bo'lishdi va ular nomidagi ota-onasining nomida uy joyi yo'q, ota-onasining nomida mashina yo'q. Ular o'sha vizaga yaqin kunlarda ota-onasining nomiga uy yoki mashinani o'tkazib olib, o'sha spravka bilan topshirishni niyat qilib turgan talabalarni hammasi bosh berk ko'chaga kirib qolishdi-da, ular keyingi semestrga qolib ketishga majbur bo'lishdi. Videoni ko'rib turganlarda, ya'ni savol tug'ilishi mumkin. Qanaqa ota-onalik daromadi, qanaqa hujjatlar, qanaqa finansiy hujjatlar haqida gapiryapsan, qanaqa mashina, qanaqa uy deb o'ylanib turgan talabalarimiz, kuzatuvchilarimiz bo'ladigan bo'lsa, jadval ko'rinishida ozgina tushuncha berib o'tamiz. Bu yerda birinchi qatorda bazaviy hujjatlar. Ya'ni talaba O'zbekistondagi Koreya elchixonasiga topshirishi majburiy bo'lgan hujjatlar. Juda ham ko'pchilik shularning orasini ajrata olmaydi. Ya'ni sizda bo'lishi shart bo'lgan, bu siz topshirishi, hujjat topshirishi iloji bo'lmagan bazaviy hujjatlar bor. Bular o'sha talabaning pasporti, ota-onaning pasportlari, diplom yoki attestat,
apostol qilingan holatda, metrikasi, u ham tarjima qilingan holatda, ota-onaning zaksi. Undan tashqari rasm, til sertifikati, o'sha IELTS yoki TOEFL bo'ladigan bo'lsa, til sertifikatingizni topshirasiz. Yaqinda qo'shildi, o'sha uylanmaganligingiz haqidagi spravkani my.go.uz saytidan yuklab olib, uni ham topshirishingizga to'g'ri keladi. Va o'sha elchixonani o'zini o'sha Koreyada o'qishdan maqsadlaringiz va qaytib kelgandan keyingi o'sha yoziladigan rejalaringizni o'sha yozib qo'shib topshirasiz. O'sha bazaviy hujjat bo'lgan, elchixonaning talabi bo'lgan 1 oylik KDB bankshot. KDB bankshot nimaligini bilmaydiganlar uchun undan oldingi yuklagan videomizda aynan mana shu KDB bankshot bo'yicha bafurcha informatsiya berganmiz. O'tib ko'rishingiz mumkin. Videoning havolasini yuqorida qoldiramiz. KDB bankshot haqida qisqacha o'sha talabi O'zbekistondagi Koreya elchixonasiga hujjat topshirayotgan talabi Toshkentdagi Koreyani o'zini Korea Development Bank, ya'ni Koreyani o'zini bankiga talaba o'zini nomiga 1 oy muddatga, misol uchun Seul territoriyasiga topshirayotgan talabalar 15600, boshqa viloyatlarga topshirayotgan talabalar 12500 dan yuqori bo'lgan summani 1 oy muddat ushlab turib, 1 oy 1 kundan keyin spravkasini o'sha bazaviy hozir sanagan bazaviy hujjatlarimizga qo'shib elchixonaga topshirish majbur. Ya'ni bu hozir yuqorida sanab o'tgan hujjatlarimiz hammasi bazaviy topshirishingiz shart bo'lgan. Ya'ni hamma topshiradigan bazaviy hujjatlar. Juda ham ko'pchilik o'ylashadiki, viza olish uchun mana shu narsaning o'zi yetarli. Yo'q, bular siz topshirishingiz majburiy bo'lgan hujjatlar. Undan tashqari majburiy qo'shimcha hujjatlar bor. U hujjatlar aynan sizni viza olish yoki ololmasligingizni belgilab beradi. Ya'ni barcha talabalar O'zbekistondagi Koreya elchixonasiga topshirayotgan barcha talabalarning hujjati deyarli bir xil. Ya'ni hammada metrika bor, hammada pasport bor, hammada til sertifikatlari bor, hamma o'sha 1 oylik KDB bankshotlarni qo'yadi. Lekin boshqa talabadan sizni ajratib turadigan o'sha ikkinchi majburiy qo'shimcha hujjatlar borki, aynan o'sha narsalar sizni ya'ni vizaga qanchalik tortishingiz yoki tortmasligingizni belgilab beradigan indikator. Ya'ni bu hozirgi holatda aktual qaysilar bo'lib turibdi? Mana yuqorida aytib o'tgan ota-onaning rasmiy daromadi. Bu barcha talabada har xil. Misol uchun, kimnidir ota-onasi o'sha rasmiy daromad topadigan bo'lsa, o'sha ofitsialniy my.go.uz saytidan yuklab olib topshirish kerak bo'lgan o'sha ota-ona rasmiy daromadi. Mana buni ham jadvalda keltirdik. Ota-ona rasmiy daromadi. Buni tushundinglar. Ota-ona pensiya yoki pensiya jamg'armasiga ega bo'ladigan bo'lsa, ya'ni pensiya oladigan bo'lsa, yoshga doirmi, nogironlikka doirmi yoki qanaqa pensiya bo'lishidan qat'iy nazar o'sha ofitsialniy hisoblanadi. U ham chunki my.go.uz saytidan yuklab olsangiz bo'ladi. Ya'ni QR kodli spravka orqali. Bu ham elchixonada qabul qilinadigan, e'tiborga olinadigan hujjatlardan hisoblanadi. O'sha pensiya jamg'armasi, undan keyin agar ota-ona, ya'ni talabaning ota-onasi tadbirkorlik bilan shug'ullanadigan bo'lsa, o'sha uni ham me'yoriy hujjati bor, ya'ni yagona darchadan yoki my.go.uz saytidan tadbirkorlikni davlat ro'yxatidan o'tkazganligi haqidagi guvohnomasi va bankdan 1 yillik aylanma mablag'i bilan qo'shib topshirganda bu hujjat ham qabul qilinadi. Va uchinchisi bor, ota-ona nomidagi uy yoki ko'chmas mulk. Buni juda ham ko'pchilik bilsa kerak. Ya'ni Liboyevda konsaltingga kirib so'raydigan bo'lsangiz, ular sizga konsultatsiya davomida aytishadiki, ota-onangiz nomida nima bor? Ota-onangiz nomida uy bormi yoki mashina bormi? Aynan mana shu ota-ona nomidagi uy yoki ko'chmas mulk o'sha konsaltinglar sizdan so'raydigan ota-onangiz nomida nima bor, uy bormi degan savolga mana shu javob bo'ladi. Undan keyin mana o'sha ota-onaning nomida mashina bo'ladigan bo'lsa, uni hujjati, ya'ni bu hech qanaqa my.go.uz saytidan yuklab olinmaydi. Boshqa hujjatlari yo'q. Buni faqatgina mulk huquqini belgilab beradigan yagona hujjati bu texpasport hisoblanadi va o'sha hujjat topshirayotgan paytingizda ham faqatgina texpasportni orqa oldisini chiroyli kачествоli skaner qilgan holatda, tarjima qilingan holatda elchixonaga topshirsangiz bo'laveradi, qabul qilinadi. Keyin ba'zi bir yana bir istisnoli holatlar bor. Agar ota-ona, talabaning ota-onasi ichki ishlarda ishlaydigan bo'lsa, qanaqadir organda yoki xavfsizlik xizmatida ishlaydigan bo'lsa, ularning ofitsialniy daromadi o'sha onlayn platformalardan chiqmaydi. Ya'ni ularni o'sha o'ziga yarasha ichki siri, ularning oyligi ham, qayerda ishlashi ham onlayn platformalarda chiqmaydi. Shuning uchun bunaqa talabalarni ota-onasi o'sha ishlayotgan joyiga borib, ichki ishlarda ishlaydigan qanaqadir bir xavfsizlik o'sha idorasiga borib turib, qayerda ishlashlikligi, qancha daromad olishlikligi haqida yozma ravishda o'sha gerbli, o'shani o'zlarini pechatida tasdiqlangan o'sha bayonotnomani olib O'zbekistondagi Koreya elchixonasiga topshirsa bo'ladi va bu ham odatda qabul qilinadi. Lekin aytib o'tishim kerak, sal uzoqroq tekshirishligi mumkin. Ya'ni o'sha organga telefon qilib rostdan ham ishladimi yoki yo'qmi, buni
so'rash vakolatiga ega elchixona va agar rostdan ham ota-onangiz ishlaydigan bo'lsa, muammo yo'q, bu hujjat qabul qilinadi va viza berishiga sabab bo'lishi mumkin inshaalloh. Yana juda ham ko'pchilik talabalar odatda mana shu joyda chalkashtiradi. Ularni ham to'g'ri tushunish kerak. Ya'ni juda ham ko'pchilik talabalarimiz bizda odatda majburiy qo'shimcha hujjatlaringiz bormi deganimiz, ya'ni ota-onangiz nomida, ota-onangiz sizga sponsorlik qilayotgan ota-onangiz nomida nima bor? Ota-onangiz rasmiy daromad topishadimi? Yo'q. Ota-onangiz pensiya oladimi? Yo'q. Ota-onangiz nomida uy-joy bormi? Yo'q. Ya'ni hammasiga yo'q-da. Ya'ni ota-onasi hech qanaqa davlat sektorida ham ishlamaydi, nomida uyi ham yo'q, mashinasi ham yo'q. Umuman hech qanaqa daromad manbaini keltirib berishi mumkin bo'lgan hujjat yo'qda. Va qo'shimcha bu yerda ixtiyoriy, lekin quvvatlovchi hujjatlar bor. Ana shu hujjatlarni topshirishlikni, ya'ni shunaqa talabalarimiz odatda ota-onamning nomida emas, bobommi yoki buvimning nomida bor. Mashina bor-u, lekin ota-onamning nomida emas. Bobomning nomida, buvimning nomida, u ham shunaqa. Bobommi yoki uyimiz bor, yashab turgan uyimiz bor, lekin bobomning nomida yoki buvimning nomida deyishligi mumkin, yoki akasining nomida bo'lishi mumkin. Ya'ni umuman mana shunaqangi ota-onadan tashqari qarindoshlarda bo'ladigan rasmiy daromadlar, rasmiy hujjatlar, bular majburiy qo'shimcha hujjatlar emasda, ixtiyoriy lekin quvvatlovchi hujjatlar turkumiga kiradi. Ya'ni sizda agar ota-onangizni ofitsialniy daromadi, mashinasi nomida uyi yoki qanaqadir daromad manbaini o'sha boya sanagan ro'yxatimizdagi biron bittasini keltirib bergan taqdirimizdagina o'sha ixtiyoriy bobosini yoki buvisini nomidagi hujjatlar qabul qilinadi quvvatlovchi hujjat sifatida. Lekin ota-onaning nomida hech nima bo'lmagan taqdirda bobosi yoki buvisini to'g'ridan to'g'ri sponsor qilib, ularning nomidagi hujjatlarni asosiy hujjat qilib ko'rsata olmaymiz. Sababi bobo yoki ikkinchi darajali qarindoshlar sizga O'zbekistondagi Koreya elchixonasining nazdida asosiy sponsor hisoblanmaydi va 8-band bilan, ya'ni moliyaviy sabab bilan atkaz olishingizga o'sha olib kelishligi mumkin. Hop, umumiy, ya'ni hujjatlar bo'yicha tushunchaga ega bo'ldik. Ya'ni majburiy ba'ziviy hujjatlar qanaqa, majburiy qo'shimcha hujjatlar nima, ixtiyoriy lekin quvvatlovchi hujjatlar nimaligi haqida ham ozroq tushunchaga ega bo'ldik. Lekin asosiy katta muammo shundaki, ko'pincha talabalarda bu ota-ona rasmiy daromadi, mashina, texpasport yoki nomida uy yoki qanaqadir o'sha boya aytib o'tilgan, sanab o'tilgan hujjatlarimiz hech qaysi biri yo'q. Bu birinchi muammo. Ikkinchi muammo shundaki, talabalar odatda qabul o'rtasida kelib yoki qabulda oxirida keladigan talabalar bilan juda ham ko'p kuzatiladi bu holat. Ular ota-onasini nomida uy, mashina yoki rasmiy daromad bor deb o'ylashadi-yu, lekin aslida yo'q. Bu ikkinchi asosiy masala va bu undan ham yomonroq. Sababi, agar siz hozir ota-onangiz nomida hech qanaqa finansiy hujjatlar yo'qligini hozirdan biladigan bo'lsangiz, bu sizga vaqt beradi. Ya'ni kuzgi semestrga Koreyaga ketishni maqsad qilayotgan bo'lsangiz, hozir sizda kuzgi semestrga vizaga topshirishguncha taxminan 6-7 oy vaqtingiz bor va bu orada siz viza talablariga javob berish uchun nimanidirlar qilishingiz mumkin. Ya'ni nimalarnidir hozirdan tayyorlashingiz imkoniyatingiz bor. Lekin odatda yomoni shundaki, talabalar qabul o'rtasida yoki qabulning oxirida kelib, hujjatlarini topshiradi, konsalting so'raganda, ha, ota-onamning nomida uy bor, ota-onamning nomida mashina bor, yoki palon joyda ishlaydi yoki pensiya oladi, qanaqadir finansiy hujjatlarni konsaltingga bor deb ishonch bilan aytadi, chunki o'zi ham ishonadi bu narsalar borligiga. Lekin muammo shundaki, faktiski bu narsalar ota-onasining nomida yo'q. Bu qanaqa bo'ladi? Buni ham hozir detalni tushuntirib berishga harakat qilamiz va inshaalloh siz bu videoni ko'rganingizdan keyin o'sha narsalar bor yoki yo'qligini hozir o'zingiz uchun double check qilib olish imkoniyatingiz bo'ladi va buni qanaqa qilib amalga oshirishni ham bosqichma-bosqich tushuntirib beramiz. Xo'p, birinchi bo'lmasam bu hujjatlarni qanaqa qilib bor yoki yo'qligini bilish va buni qayerdan olib topshirish kerakligi haqida ozroq tushunchaga ega bo'lsak va agar siz bu orqali o'sha o'zingiz bu narsani takrorlasangiz va ota-onangiz nomida shaxsiy kabinetiga kirib turib, qanaqa qilib mana shu elchixonaga kerakli bo'lgan me'yoriy hujjatlar bor yoki yo'qligini yoki qanaqa holatdaligini tekshirishni o'zingiz uchun xohlasangiz, hozir mana shu videoni ko'rganingizdan keyin hozir bosqichma-bosqich tushuntirganimizda o'sha pauza qilib, o'sha ota-onangiz nomidagi narsalarni birma-bir tekshirib olish imkoniyatingiz bor. Buni hozir bosqichma-bosqich tushuntirib berishga harakat qilamiz. Birinchisi, mana ota-ona rasmiy daromad. Agar sizni ota-onangiz ofitsialniy daromad oladigan bo'lsa, ya'ni davlat sektorida ishlaydigan bo'lsa,
yoki xususiy sektorda ham, lekin xususiy sektor bo'yicha ozgina istisno bor va buni keyinroq tushuntirib berishga harakat qilaman. Ya'ni hozircha faqat ota-onasi davlat sektorida ishlaydigan talabalar bo'yicha aytib turaylik. Ya'ni sizni ota-onangiz qanaqadir maktabda o'qituvchi yoki biron bir davlat korxonasida qanaqadir xodim yoki ishchi yoki qanaqadir joydan o'sha davlat sektoridan oylik olib ishlasa, buni qanaqa qilib tekshirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Xo'p, meni ota-onam rasmiy daromad oladi, davlat sektorida ishlaydi, buni tekshirishga hojat yo'q demoqchi bo'lsangiz, bizda shunaqa keyslar bo'lganki, ota-onasi ofitsialniy davlat shifoxonasida ishlaydi. Tabiiyki davlat shifoxonasida ishlasa, uni har doim oyligi olinadi, oylik olib keladi va bu narsani spravkasi обязательный my.go.uz yoki o'sha my.mehnat.uz saytlarida bor deb ishonilgan va oxirida vizaga topshirishimizdan oldin bu narsani biz faktiski o'sha elchixonaga hujjat tariqasida olib tarjima qilib topshirishimiz kerak bo'lgan paytda shaxsiy kabinetga kirib tekshirganimizda bu hujjatlar aslida faktiski yo'q bo'lgan. Ya'ni talabani o'zi ham hayron. Keyin uni surishtirganimizda o'sha davlat o'sha shifoxonadagi buxgalteri aybi bilan bu olingan oyliklarni hisoboti saytga yuklanmagan va yuklanmasdan kelingan. Yani buni oqibatida talabani ota-onasi buxgalter bilan borib o'sha muammoni hal qilishdi. Keyin o'sha hujjatlarni topshirdik, muammoni hal qilishdi. Bu endi oddiy bitta keys. Ya'ni sizda ham bunaqa holat bo'lib qolishligi mumkin. Ya'ni tasavvur qiling, ota-onangiz davlat sektorida ishlaydi deb ishonib kelyapsiz va buni meni viza olishim uchun asosiy hujjat deb turib, mana shu hujjatga ishonib o'sha elchixonaga qarab ketyapsizda, lekin oxirida o'sha korxonani buxgalterini aybi bilan siz ota-onangizni finansiy hujjatlari yo'q bo'lib chiqyapti. Ya'ni buxgalteri aybi bilan bu hujjat sizda уже yo'q. Alam qiladi va mana shuning uchun ham hozirdan уже bu hujjatlarni tekshirib ko'rsangiz va agar qanaqadir muammo bo'lmasa, agar muammo bo'ladigan bo'lsa ham, sizda buni hozir muammoni hal qilishingiz uchun yetarlicha vaqt bo'ladi. Keling, ota-onangiz rasmiy daromadini qanaqa qilib tekshirish va uni qanaqa qilib saytdan yuklab olish bo'yicha hozir tushunchani berib o'taman. Ya'ni ota-onangiz rasmiy daromadi bo'ladigan bo'lsa, siz buni ikkita hujjat ko'rinishida topshirasiz. Birinchisi o'sha olingan yillik daromad bo'yicha hisobot. Ya'ni buni my.go.uz saytidan ota-onangiz shaxsiy kabinetiga kirib, ya'ni hisoblangan ish haqqi to'g'risida ma'lumotnoma berish degan xizmatdan foydalanasiz. my.go.uz saytidan. Va buni ingliz tilida tortib olsangiz, hech qanaqa tarjima qilishingizga hojat bo'lmaydi. Ya'ni ingliz tilida spravka beriladi. Agar ota-onangiz rasmiy daromad olib kelayotgan bo'lsa, ya'ni yillik ish haqqi shakllanib kelayotgan bo'lsa, o'sha yerdan shunchaki tortib olasiz, bo'ldi, muammo hal. Ana shu narsani o'zini elchixonaga topshirishingiz mumkin. Va bu hujjatga qo'shimcha sifatida ota-onangiz qayerda nima ish qilish, ya'ni qanaqa lavozimda ishlash haqidagi spravkani my.mehnat.uz sayti bor. Ya'ni o'sha saytga kirib turib, ota-onangizni shaxsiy kabineti orqali kiriladi bu ham. Kirganingizdan keyin mehnat daftarchasidan ko'chirmani yuklab olish degan xizmatdan foydalanasiz va unda ota-onangiz o'sha mehnat daftarchasi shakllangan bo'ladi. O'sha tayyor shakllangan hujjatni tortib olib, tarjima qilib topshirish o'zi kifoya. Agar siz ota-onangizda rasmiy daromad bo'lmasa yoki yuqorida aytganimdek o'sha talabani muammosi kabi holat sizda ham kuzatilishi mumkin bo'ladigan bo'lsa, ana shu joyda sizga hisoblangan ish haqqi chiqmaydi. Yoki mehnat daftarchasidan ko'chirmani yuklab ola olmaysiz. Ya'ni mas'ul muammolar bo'lmasligi uchun hozir tekshirib qo'yish imkoniyatingiz bor. Undan keyingi masala, ya'ni ota-onangiz pensiya oladigan bo'lsa, u ham my.go.uz saytidan yuklab olishingiz mumkin. Ya'ni yoshga doir pensiya bo'ladigan bo'lsa, yoshga doir, agar nafaqa qanaqadir o'sha nogironlik yoki boshqa qanaqadir davlat tomonidan beriladigan pensiya bo'ladigan bo'lsa, uni ham yuklab topshirish imkoniyatiga egasiz. Sababi boshqa bir hujjatlarni oldida, ya'ni ota-onangizga beriladigan ofitsialniy o'sha siz isbotlab berish imkoniyatingiz baland bo'lgan hujjatlardan hisoblanadi bu ham. Chunki my.go.uz saytida chiqsa, ya'ni QR kodi bo'ladigan bo'lsa va QR kod o'sha aynan berilgan pensiyalarga yo'naltiradigan bo'lsa, bu hujjat ham ancha tosh bosadigan hujjat hisoblanadi. Bu hujjatni qanaqa qilib tekshirish yoki qanaqa qilib yuklab olish mumkin? O'sha ota-onangiz shaxsiy kabinetiga kirib, to'langan pensiyalar miqdori to'g'risida ma'lumotnoma degan xizmatdan foydalanasiz va ingliz tilida oxirgi 1 yillik pensiyani yuklab olsangiz bo'ladi. Endi uchinchi masala, agar ota-onangiz tadbirkorlik bilan shug'ullanadigan bo'lsa, bu tadbirkorlik bilan shug'ullanadigan bo'lsa degan masala ikkita turga bo'linadi. Ya'ni tadbirkor bo'lishi mumkin, ofitsialniy davlatga soliq to'lab, bankda o'sha оборотini aylantiradigan tadbirkor. O'zbekistondagi Koreya elchixonasiga hujjatlarni topshirib, o'zini faoliyatini isbotlab bera oladigan tadbirkor.
Yana bitta tadbirkor bor. Ya'ni ota-onamiz tadbirkor bo'lishi mumkin, lekin soliq to'lamasdan yoki оборот qilmasdan, ya'ni norasmiy faoliyat ko'rsatishi mumkin. Bu holatda sizning ota-onangiz tadbirkor hisoblanmaydi. Ya'ni elchixonaga siz ota-onangizni tadbirkorligini isbotlab beradigan hujjatni keltirib bera olmaysiz. Keltirib berishingiz uchun ota-onangiz soliq to'lab, tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan bo'lishi kerak va buni o'sha yagona darchaga borsangiz bo'ladi yoki bir darcha.uz degan sayt orqali ota-onangiz shaxsiy kabinetiga kirib, o'sha tadbirkorlikni ro'yxatdan o'tkazganlik haqidagi guvohnoma bor. O'sha guvohnomani ko'rinishini mana ekranga chiqarib qo'ydik. O'sha guvohnomani tarjima qilib topshirsangiz bo'ladi va unga qo'shimcha isbotlovchi hujjat sifatida e'tibor bering. Agar ota-onangizda guvohnoma bo'lsa-yu, lekin bankda pul aylantirmagan bo'lsa, ya'ni soliq to'lamagan bo'lsa, bu guvohnoma qabul qilinmaydi. Bu guvohnomaga siz majbursiz qo'shimcha hujjat sifatida o'sha ota-onangiz tadbirkorlik subyektida foydalanadigan o'sha pulini aylantiradigan bankdan borib turib, oxirgi 1 yillik aylanma haqida spravkani beringlar deb so'rashingiz mumkin. Ana shu spravka bo'yicha ma'lumotnomani o'sha ota-onangizni tadbirkorlikni ro'yxatdan o'tkazganlik haqidagi guvohnomasi bilan birga qo'shib topshirgan taqdiringizda siz ota-onangizni tadbirkor ekanligini, ya'ni tadbirkorlik subyekti bilan shug'ullanuvchi shaxs ekanligini O'zbekistondagi Koreya elchixonasiga vizaga topshirayotganingizni isbotlab berish imkoniyati bo'lishi mumkin. Keyingisi juda ham ko'p muammoli, lekin juda ham ko'pchiligimizda bu bor. Ota-onani nomidagi ko'chmas mulk yoki uy hujjati. Agar ota-onangiz hammamiz nomimizda yashab turgan uyimiz bor, ya'ni O'zbekistonda juda ham ko'pchilik uyga egalik qiladi. Lekin muammo shundaki, juda ham ko'pchilikni uyi davlat ro'yxatidan o'tmagan bo'lishligi mumkin. Qabullar oxirida kelib, o'rtasida kelib yoki vizaga yaqin kelib, vizaga topshirish jarayoniga yaqin kelib hujjat topshiradigan talabalarning odatda eng katta muammosi ham mana shu joyda kelib chiqadi. Nimagaligini ham hozir tushunib olasizlar. Mana misol uchun, agar ota-onangiz nomida uy bo'ladigan bo'lsa, uni o'sha boya aytganimizdek O'zbekistondagi Koreya elchixonasining talabiga ko'ra Davreyestr yoki my.gov.uz saytidan QR kodli spravka ko'rinishida yuklab olib topshirishingiz kerak va u 3 oy muddatdan o'sha rasmiylashtirilganiga 3 oydan ko'p bo'lgan bo'lishi kerak. Xo'p, buni qanaqa qilib yuklab olamiz? O'sha ota-onangizni shaxsiy kabinet orqali my.gov.uz sayti yoki Davreyestr saytiga kirishingiz mumkin va Davlat kadastr reyestridan ko'chmas mulk bo'yicha ko'chirma va kadastr pasportini tekshirish degan xizmatdan foydalansanglar bo'ladi. O'sha yuqori o'sha ekraningizda ko'rib turgan so'z yozadigan bo'lsangiz, o'sha xizmat kelib chiqadi. O'sha xizmatga kirib, xizmatdan foydalanishni bosasizlar, xizmatdan foydalanishni bosganinglarda, agar ota-onangizni nomida uy bo'lsa-yu, lekin rasmiylashtirilmagan bo'lsa, sizda taxminan mana shunaqa yozuv chiqadi. Ya'ni agar sizda shunaqa yozuv chiqadigan bo'lsa, bilingki, sizning ota-onangiz nomida uy bo'lishi mumkin, lekin eski o'sha hokim qarori yoki eski o'sha SSR paytida bo'lib berilgan uy va bu bazaga hali kiritilmagan. Va bazaga kiritilmagan degani siz bu hujjatni bazadan tortib O'zbekistondagi Koreya elchixonasiga viza hujjatlaringiz bilan qo'shib topshira olmaysiz. Ya'ni eng katta muammo mana shu joyda. Juda ham ko'pchilik biz yashab turgan uyimiz bor, 2 uyimiz bor, 3 uyimiz bor, yashab turibmiz, u uyga biz har doim soliq to'layapmiz deyishi mumkin, lekin siz undan oldin bir marta kirib ota-onangizning nomidagi uy haqiqatan ham bormi yoki yo'qmi tekshirib oling, chunki juda ham ko'pchilik talabalarda mana shu muammo bo'ladi va ularda ota-onasining nomida faktiski hech qanaqa rasmiy uy yo'q yoki hali onlayn formatga o'tkazilmagan. Agar ota-onangiz nomida mana shunaqa holatda uy chiqmagan taqdirda ham ikkita keysga bo'linishi mumkin. Birinchisi hal qilsa bo'ladigan, ikkinchisi umuman hal qila olmaydigan. Xo'p, bu bo'yicha ham tushuncha beramiz. Agar sizni ota-onangizning nomida uy bo'lsa-yu, lekin mana shunaqa holatda bazaga kirib tekshirganingizda birinchi qiladigan ishingiz o'sha uy hujjatlaringizni olib tumaningizdagi kadastr palatasiga murojaat qilish va ular sizga aniq sababini aytishadi. Nima uchun ota-onangizning nomidagi uy bazada shakllantirilmagan. Ya'ni siz o'sha O'zbekistondagi Koreya elchixonasiga yaqin o'rtada hujjat topshirishingiz kerakligini va bu hujjat siz uchun zarur ekanligini aytadigan bo'lsangiz, ular sizga yechim berishga harakat qilishadi. Buni ham o'ziga yarasha prosesslari bor. Uni ham tushuntirishga harakat qilamiz. Keyingi videolarda balki alohida video qilib, qisqa qilib tushuntirganda kadastrga borishingiz mumkin va ular keyingi prosess sizga tushuntirib beradi va buni siz qanchadir vaqt ichida hal qilib, vizagacha tayyor holatda topshirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Endi ikkinchi masala borki, ota-onangizning nomida uy umuman yo'q. Ya'ni siz bor deb o'ylashingiz mumkin, lekin uy misol uchun hech qanaqa qaror berilmagan. Sizga
hokimning qarori bilan berilgan bo'lishi mumkin, lekin ota-onangiz nomiga faktiski rasmiylashtirilmagan bo'lishi mumkin yoki ota-onangiz nomiga hali bobo yoki buvingizdan xatlanmagan bo'lgan holatlar ham juda ham ko'p uchraydi. Mana shunaqa holatlarda o'sha siz bu hujjatdan foydalana olmaysiz. Sababi, agar sizda vizaga topshirishgacha 3 oydan kamroq vaqt qoladigan bo'lsangiz, o'sha uyni ota-onangiz nomiga xatlaydigan bo'lsangiz yoki ota-onangiz nomiga оформить qiladigan bo'lsangiz, o'sha davlat reyestridan o'tgan sanaga o'sha kun belgilanadi va u kun rasmiylashtirilganiga 3 oy bo'lmaganligi sababli O'zbekistondagi Koreya elchixonasi tomonidan qabul qilinmaydi. Agar ota-onangiz nomida uy rostdan ham faktiski bo'ladigan bo'lsa, ekraningizda ko'rib turgan holat chiqib keladi va siz chapdagi o'sha mulk huquqini yuklab olish bo'limidan o'sha hujjatni tayyor holatda tortib olishingiz mumkin va uni tarjima qilgan holatda O'zbekistondagi Koreya elchixonasiga vizalaringiz bilan qo'shib topshirsangiz bo'ladi. Lekin chiqmaydigan bo'lsa, bu degani sizga signalki, hoziroq kadastr palatasiga borib, o'sha muammoni hal qiling, chunki uy va mashina shu kabi ota-onangizning finansiy hujjatlari aytganimizdek, sizni viza olishingiz uchun juda ham zaruriy hujjat hisoblanadi. Undan keyingi masala texpasport masalasi. Buni masalasi unaqa murakkab emas. Buni hech qanaqa saytdan yoki onlayn platformadan yuklab olish kerak yo'q. Shunchaki o'sha ota-onangizni har doim mashinasida yuradigan texpasportida sizni ota-onangiz nomiga rasmiylashtirilgan bo'lsa bo'ldi. Ya'ni o'sha muddati 3 oy muddatidan rasmiylashtirilgan sanasi 3 oydan uzoq va ota-onangiz nomiga rasmiylashtirilgan bo'lsa, o'sha texpasportda orqa va oldini rangli holatda kачествовали skaner qilib, uni tarjima qilib vizaga topshirsangiz bo'ladi va bu ham elchixona tomonidan qabul qilinadi. Lekin mana shu bo'yicha ham bizda ko'pincha odatda o'sha qabul oxirlarida muammolar kelib chiqadi. Ya'ni minib yurgan mashinasi o'ziniki bo'lishi mumkin, lekin generalniy доверенностьda minib yurgan bo'lishi mumkin. Ya'ni faktiski mashina boshqa birovning nomida, lekin mashinani egasi o'zimiz deb o'ylashadi va o'sha holatda u hujjat elchixonaga bu narsani isbotlab berishi imkoniyati bo'lmaganligi uchun hujjat topshirilmaydi va hujjat qabul qilinmaydi. Ota-onangiz agar ichki ishlarda ishlaydigan bo'lsa, o'sha bu oxirgi masala, buni ham aytib o'tishimiz kerak. Agar ota-onangiz ichki ishlar yoki xavfsizlik bo'limida ishlaydigan bo'lsa, bu holatda o'sha ota-onangiz bu hech qanaqa onlayn bazadan yoki my.go.uz, my.mehnat hech qanaqa onlayn platformadan buni spravkasini yuklab olish imkoniyati yo'q. Siz faqatgina o'sha ota-onangizga aytishingiz mumkin va ular borib o'sha o'zi ishlaydigan idoradan o'zi ishlayotganligi va olayotgan daromadi haqida yozma ko'rinishda pechatli spravka tayyorlab kelib beradi va o'sha spravkani aslini tarjima qilingan holatda vizaga topshirishingiz kerak bo'ladi. Hop, informatsiya ko'payib ketdi. Endi qisqaroq qilib tushuntirishga harakat qilamiz. O'sha barcha majburiy topshirilishi kerak bo'lgan hujjatlar bilan odatda talabalarda qanaqa muammolarga duch kelishadi? Mana jadvalda ko'rishingiz mumkin. Ota-ona rasmiy daromadi bilan bog'liq muammolar odatda ish beruvchi tomonidan yurgizilmasligi yoki kamaytirib yurgizilishi. Ya'ni ota-onangiz faktiski 6 million, 7 million, balki 10 million oylik olishi mumkin, lekin o'sha ish beruvchi tomonidan odatda bu xususiy sektorlarda juda ham ko'p uchraydi. Ya'ni xususiy sektorlar, buxgalterlar odatda sizga to'layotgan ish haqidan ijtimoiy soliq to'lamasligi uchun siz olayotgan faktiski 10 million, 8 million oyligingizni 1 million 500 ming so'm, 400 ming so'm qilib kichiraytirib yurgizib kelayotgan bo'lishi mumkin va buni ko'pincha siz tekshirmaganingiz uchun bilmaysiz. Chunki faktiski siz bu pulni olib kelyapsiz, lekin rasmiy mana shunaqa holatlarda, ya'ni vizaga topshirishingiz kerak bo'lgan o'sha kerak bo'lib qoladigan joyda o'sha spravkani ochib qarasangiz, faktiski o'sha 8 million oylik emasda 800 ming oylik yozilgan bo'lishi mumkin. Bu ota-ona rasmiy daromad bilan ko'p uchraydigan muammolar. Endi ota-ona pensiya jamg'armalarida bular odatda muammolar o'sha pensiyalari ba'zan chiqmaydigan holatda kuzatiladi. Agar faktiski pensiyalarni olib kelyapti, lekin siz uni my.go.uz saytidan yoki ota-onangiz shaxsiy kabinetdan tekshiradigan bo'lsangiz, sizda pensiya mana shunaqa holat kelib chiqadi. Ya'ni sizda hech qanaqa pensiya jamg'armasi yo'q degan. O'shunaqa holatda siz yagona darchaga borib, o'sha pensiyalarni ba'zadan chiqmayotganligi haqidagi muammoni yetkazishingiz kerak va ulardan to'g'rilab berishini talab qilsanglar bo'ladi. Hop, ota-ona tadbirkorlik bo'yicha tushuntirdik. Ular tadbirkorlarni odatda bizda ham juda ham ko'pchiligi o'sha rasmiy faoliyat yurgizmaganligi uchun buni hech qanaqa hujjat bilan isbotlab bera olmaysiz. Juda ham ko'pchilikda bu yo'q. O'zbekistonda ham tan olish kerakki, juda ham ko'pchilikni tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan paytda soliq to'lamaydi va ofitsialniy bu narsani keltirib berish uchun hujjatlari yetarli emas. Hop, ota-ona nomidagi uy yoki ko'chmas mulk bilan bo'lgan o'sha klassik muammoni ham tushuntirdik. Ya'ni 80% holatda
Ya'ni bahorgi semestrda ham ko'rdik, undan oldingi semestrlarda ham ko'rdikki, 80% holatda talabani aynan sizni balki ota-onami nomida bor deb o'ylab yurgan uy yoki ko'chmas mulk bo'yicha hujjatlaringiz faktiski hech qanaqasiga ba'zida bo'lmasligi mumkin. Chunki bu narsani ham to'g'ri tushunish kerak. Sababi O'zbekistondagi Koreya elchixonasi my.go.uz yoki Davreyestrdan onlayn platformalardan bu hujjatlarni olib kelishni so'rayapti, lekin O'zbekistondagi hali bu tizimlar bu eski o'sha pechatli hujjatlarni to'laqonli aholini hali onlayn rejimga o'tkazib ulgurgani yo'q. Bu idoralar sekin-sekin bosqichma-bosqich o'tkazyapti va bu narsa qachondir 3 yil, 4 yil, 5 yildan keyin nomingizga o'sha rasmiylashtirilishi mumkin, lekin sizga o'sha hujjat hozir kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha hozir tekshirib, ota-onangiz nomida faktiski bormi, yo'qmi, u hujjat shakllanganmi, yo'qmi, uni tekshirganingizdan keyin agar yo'q bo'ladigan bo'lsa, kadastrga borib turib, tezroq o'sha narsani bazaga kiritib berishlarini so'rashingiz mumkin. Mashina va texpasportlar bo'yicha ham muammoni tushuntirdi. Ya'ni juda ham ko'pchilikda generalniy оформить qilishi narxi juda ham qimmat bo'lib ketganligi uchun juda ham ko'pchilik minib yurgan mashinamiz o'zimizning nomimizda bo'lmasligi juda ham keng tarqalgan holat. O'shani ham bitta e'tiborga olib qo'yishinglar kerak bo'ladi. Va oxirida yozdi, ya'ni agar ota-onani ichki ishlar yoki harbiy bo'limda ishlaydigan bo'lsa, o'sha muammosi yo'q. Bu narsa elchixona tomonidan o'sha pechatli bo'lgan taqdirda ham qabul qilinadi. Faqatgina bizni oxirgi tajribalarimizdan ma'lumki, bunaqa holatlarda hujjatlarni o'sha viza ko'rib chiqish jarayoni qolgan talabalarga nisbatan sal uzoqroq cho'zilishligi ehtimoli bor. Ya'ni o'sha ishxonaga, ota-onangiz ishxonasiga zaявка jo'natishligi va unlardan keladigan javobdan keyin o'sha keyin siz vizangiz ko'rib chiqilgani uchun biroz cho'zilish ehtimoli bor. O'sha bu muammolar bo'yicha yechimlarni ham qisqa qilib jadvalda tushuntirib qo'ydi. Ya'ni agar ota-onangiz rasmiy daromadi ba'zida siz o'ylagandek chiqmayotgan bo'lsa, ishxonasiga borib gaplashishinglar kerak, buxgalter bilan o'sha muammoni yetkazishinglar kerak bo'ladi. Agar ota-onangiz pensiyasi, siz topshirishingiz kerak bo'lgan o'sha bor deb o'ylagan pensiya ota-onangiz faktiski shaxsiy kabinetida ko'rinmayotgan bo'lsa, shunchaki yagona darchaga borib muammoni yetkazishingiz kerak va ular muammoni hozir hal qilib bersa bo'ladi va o'sha hujjatni keyinchalik topshirishingiz mumkin. Hop, uchinchi muammo o'sha sizda ko'proq vaqt bo'ladigan bo'lsa, ya'ni ota-onangiz tadbirkor bo'ladigan bo'lsa, lekin rasmiy faoliyat yurgizib kelmayotgan bo'lsa va sizda hozir 8-9 oy, balki 1 yil, balki 2 yil vaqt bo'ladigan bo'lsa va o'sha ota-onalar hozirdan o'sha qanchadir pulni soliqqa оборот qilishi va bankda оборот qilib borishi doimiy ravishda o'sha vizagacha bo'lgan, hech bo'lmasa o'sha vizagacha bo'lgan prosesgacha qonuniy faoliyatini yurgizib boradigan bo'lsa, sizlar uchun vizaga topshirish uchun tayyor bitta hujjat shakllanadi. Endi ota-ona nomidagi uy yoki ko'chmas mulk hujjati agar ota-onangiz nomida bu narsa chiqmayotgan bo'lsa, muammoni hal qilishni ham tushuntirdi. Ya'ni tumaningizdagi kadastr bo'limiga murojaat qilasiz, bazaga kiritib berishini talab qilasiz. Bu masala bo'yicha savol tug'ilishi mumkin. Agar hozir ota-onam nomida chiqmaydigan bo'lsa uy hujjati va men tuman kadastrimga borib turib, buni rasmiylashtirib berishini so'rasam, yangi sana bilan chiqib qoladi va bu o'sha boya aytib o'tgan O'zbekistondagi Koreya elchixonasini 3 oy rasmiylashtirilganiga 3 oydan ko'p bo'lgan bo'lishi kerak degan talabiga teskari kelib qolmaydimi? Yo'q. Chunki o'sha hujjatda mana misol tariqasida qo'yib qo'yamiz. O'sha hujjatga e'tibor beradigan bo'lsanglar, ikkita sana bo'ladi. Birinchisi davlat ro'yxatidan o'tgan sana. Ikkinchisi o'sha pastida rekvizitlaridagi sanaga e'tibor beradigan bo'lsanglar, bu sana, ya'ni tepadagi sana o'sha qachon rasmiylashtiriladigan bo'lsa, qachon bazaga kiritilgan bo'lsa, o'sha sana kiritiladi va ikkinchi rekvizitlar bo'limida o'sha ota-onangizning nomiga bu uy qachon xatlangan bo'lsa, qaror bilanmi, oldi-sotdi bilanmi, balki 2010-yil, balki 1990-yil aynan o'sha sana yozib qo'yiladi va elchixona tomonidan e'tibor beriladigan sana ham aytilgan, talab qilingan sana ham aynan mana shu bo'lishlikligi. Shuning uchun agar nomingizda chiqmagan taqdirda ham bu narsani borib turib ota-onangiz nomiga o'sha qayta bazaga kiritadigan bo'lsangiz muammo yo'q. Lekin 3 oydan kam bo'lgan holatlarda hech qanaqa oldi-sotdi yoki kimnidir nomidan оформить qilishlikka harakat qilmang, chunki bu narsa rasmiylashtirib bo'lguncha sizda o'sha 3 oylik o'sha rasmiy talabga vaqt yetmay qolishligi mumkin va bu 3 oy to'lmagandan keyin bu hujjatingiz baribir elchixona tomonidan qabul qilinmaydi. O'zingiz yaxshi analiz qilmasdan, ko'rona hujjat topshirib, atkaz oladigan bo'lsangiz, siz eng kamida $1000, $1,500 riskingiz bor. O'sha biznesmenga qo'ydiradigan KDB bank shotingiz, elchixonaga $100, $250,000 va hokazo mayda to'lovlaringiz bilan eng kamida $1,500-2,000 risk qilasiz va pul yo'qotasiz, undan tashqari vaqtingizni yo'qotasiz. Aynan shu sababli siz hozirdan harakat qilishingiz kerak va hozirdan konsaltinglarga murojaat qilishingiz kerak yoki o'zingiz uchun hujjatlaringizni yaxshilab tekshirib olishingiz shart. Yoki yana bitta taklifimiz bor.
Agar sizda aynan hozir barcha sanab o'tilgan finansiy ota-ona hujjatlari, 1 oylik KDB bankshot yoki umuman moliyaviy hujjatlar topshirmasdan o'sha bazaviy hujjatlarni o'zi bilan viza olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, buni ham yo'li bor. Faqatgina sizdan IELTS 5.5 yoki TOEFIC 3 sertifikati kerak bo'ladi. Ya'ni buni tartibi qanaqa? IELTS 5.5 yoki TOEFIC 3 sertifikati bo'ladigan bo'lsa, Koreyani 1% universitetlari bor. Dunyo bo'yicha reytingi baland universitetlar Koreya bo'yicha. Aynan o'sha universitetlarga talaba sifatida qabul qilinadigan bo'lsangiz, elchixona tomonidan qaror borki, siz aynan hozir sanab o'tilgan o'sha finansiy ota-ona hujjatlari va KDB bankshotlardan ozod qilingan holatda faqatgina bazaviy hujjatlarni o'zini topshirib viza olib chiqish imkoniyatingiz bor. Va bu borada ishonchli konsaltingni tanlash ham juda ham muhim. Sababi bu universitetlar odatda talabalarni qabul qilishi juda ham qiyin va qabul qilingan talabani vizasi xudo xolasa 100% chiqadi. Va aynan mana shu universitetlar bo'yicha ham sizga professional konsalting xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, u bo'yicha ham pastdagi o'sha formamizni to'ldirib murojaat qoldirsanglar bo'ladi. U bo'yicha ham universitetlar bo'yicha ham batafsil konsultatsiya olsanglar bo'ladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, video hamma uchun manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Agar siz kuzgi semestrga hujjat topshirmoqchi bo'lsangiz va Koreyaga ketish maqsadingiz aniq bo'ladigan bo'lsa, hech qachon vaqtni orqaga surmaslik kerak. Sababi juda ham ko'pchilik muammolar oxiriga borib taqaladi va ana shu muammolarni oxiriga borib taqalmasligi uchun va pulingizni va vaqtingizni tejash uchun hozirdan harakat qilishingiz kerak va hozirdan professional konsalting xizmatlariga murojaat qilishingiz kerak yoki o'zingiz точный audit qilib olishingiz kerak. Ya'ni qanchalik viza talablariga javob berish yoki bermasligingizni. Undan tashqari biz YouTube'da mana shunaqa foydali videolarni doim ulashib borishga harakat qilyapmiz. Obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Chunki Koreyaga ketmoqchi bo'lgan talabalar uchun inshaalloh hamma postlarimiz manfaatli bo'lishligi uchun harakat qilyapmiz.